Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash darslarimizdan birodarlar, hayo manzilatini o'qiyotgan edik, davom etamiz. 4-hadis. Allohdan chinakamiga hayo qilish. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam istahyu minallohi haqqal haya. Payg'ambarimiz aytdilar, Allohdan chinakamiga hayo qilinglar. Sahobalar aytishdi, yo Rasululloh, inna nastahi valhamdulillah. Alhamdulillah biz hayo qilamiz dedik. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, laysa dak, walakin nastihya minallohi haqqal haya. أن تخفض الرأس وما وعى والبطن وما هوى ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. Allohdan chinakamiga hayo qilinglar deyaptilar Rasululloh. Sahobalar, ha biz hayo qilamiz Allohdan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayo emas, chinakam haqiqiy hayo qanaqa bo'lishini tushuntirdilar. Birodarlar, hayo faqat yaxshilik olib keladi. Qarangda, hayotda qarasangiz ham siz bilan bizni qabih ishlarni, xunuk ishlarni, ayb ishlarni qilishdan nima to'sadi odamlarning oldida? Hayo. Qo'y bolam, uyat bo'ladi deydi. Ya'ni bu ishni qilsang hayoga to'g'ri kelmaydi, uyat bo'ladi, ayb bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, hayo faqat yaxshilik olib keladi. Endi bizni odamlar hayo deganda tushunadigan narsasi hayoning eng past ko'rinishi. Ya'ni hozir aytayapmiz, odamlardan uyaladi. Demak, odamlar ko'rib qolsa, bilib qolsa, uyat bo'ladi deydi-da, to'xtaydi. Endi agar odamlar ko'rmaydigan, bilmaydigan o'rin bo'lsa, qilaveradi bu ishini. Demak, chinakam hayo emas-da bu. Yana qaytarib aytaman, juda ko'p qabih, xunuk ishlarni qilishdan bizni odamlardan bo'lgan hayoyimiz to'sadi. Lekin bu hayoning eng past ko'rinishi. Qaytarib aytamiz, agar odamlar ko'rmaydigan bo'lsa, o'sha ishni nima qilamiz? Qilaveramiz. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Haqiqiy hayo qanaqa bo'ladi dedilar. Sahobalar, biz alhamdulillah Allohdan hayo qilamiz dedik. Rasululloh aytdilar, undoq emas. Allohdan haqiqiy hayo qilish boshni va u o'z ichiga olgan narsalarni, qorinni va u o'z ichiga olgan narsalarni saqlamog'ingdir. O'limni va chirishni eslamog'ingdir. Kim oxiratni xohlasa, dunyo ziynatini tark qilur. Kim o'shalarni qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'ladi. Kallaga kelgan narsani, qoringa tushadigan narsani eslashlik, bu narsani saqlashlik, o'limni, chirishni eslashlik, dunyo hayotiga berilmaslik chinakam hayo bo'lar ekan. Alloh taolo boshqa oyatda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqotihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey mu'minlar, Allohdan haq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar. Taqvo qilinglar xolos emas, chinakam taqvo qilinglar. Demak, taqvo bor, chinakam taqvo bor. Xuddi shunga o'xshagandek hayo bor, chinakam hayo bo'lar ekan. Alloh azza va jalla siz bilan bizdan oddiy hayoni emas, haqiqiy chinakam hayoni talab qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan haqiqiy hayo mana shunday bo'ladi. Odamlarni ko'pchiligi hayo deb tushunadigan narsa, hozir aytdik, hayoni eng past turi. Ko'zing bor, hayo qiladimi u? Quloqing bor, hayo qiladimi u? Ko'zing bilan yoningdagi odam yozayotgan xatiga qaraysanmi? Seniki bo'lmagan kitobni yo daftarni ochib qaraysanmi? Birovning telefoni qo'lingga tushib qolsa, uni tiskilaysanmi? Daftar ham, telefon ham seniki emas edi. Shuning uchun ko'zni hayosi mana shu narsalar bilan bo'ladi. Quloqing bor, hayo qiladimi? Bachkana hazillarda eshitding. Narx past, behayo, kindik osti hazillar. Huzurlanasanmi yo g'ashing keladimi? Yo bundan turib ketasanmi bunaqa majlisdan?
Agar Alloh qalbingizni isloh qilsa-chi, unaqa narsani eshitganingizda yuragi siqiladi. Bu bachkanalikni ko'rib turib nima? Yana u hazilhamchi, bir hayotdan olingan realniy satira bo'lsa mayli edi. Hayotda bo'layotgan muammolarda bir hali hazil qilib, kulgiga olib chiqib turib, muolaja qilsa mayli edi. Zerikmaydimi odamlar deyman, uni bir anatomiya hazildanda. Kelishliga quloqda hayosi qanaqa bo'lishi. Demak, mana shunga o'xshagan bachkana narsani eshitgan paytda g'ashing kelib, o'chirib qo'yasanmi yo turib ketasanmi majlisdan yo o'tiraverasanmi? Agar eshitib o'tirgan bo'lsang, demak, quloq bilan hayo qilmading sen. Demak, birodar, ko'zing bor, quloqing bor, tiling bor, boshing bor, qorning bor, ular bilan Allohdan hayo qilasanmi, yo'qmi? Qur'onda ajib ishoralar bor. Alloh taolo hayoli zot. Hayoli zot. Mana Qur'onda shunday oyat bor. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innalloha kana g'afurur rahima. Bu oyatda bizga tegishli joyi, agar betob bo'lsa, yo safarda bo'lsa, yoki sizlardan biron kishi hojatxonadan chiqqan bo'lsa, yoxud xotinlaringiz bilan yaqinlashgan bo'lsangiz, mana shu holatlarda suv topolmasanglar, tayammum qilinglar deydi. Ayollariga yaqinlashgan bo'lsanglar. Latif ishorani tushunyapsizmi? Hayoni ko'ryapsizmi? Yosh bola o'qir ekan tushunmaydi uni. Ayollariga yaqinlashganingizda degan so'zga kelganda yosh bola tushunmaydi, balog'ati yetmagan. Ko'ryapsizmi ishorani? Ko'ryapsizmi hayoni? Alloh taolo qanaqa kalimani nozil qilsa, Allohni hech kim malomat qilmaydi. Fa'alul liman yurid. Xolaganini qiladi. Mana hayoni o'rganaylik birodarlar. Kimdan? Alloh subhanahu va taolodan. Qur'oni Karimda birodarlar, mana shu latif ishoralar bor. Mana shu oyat hayoga ishora. Hayoni biz Allohdan o'rganamiz. Hayoni payg'ambarimizdan o'rganamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlaridan biri bo'yiga yetib qolgan qizi ustida bir nafis kiyimi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kirib qoldi. Payg'ambar alayhissalomning qizlaridan biri ustida nafis kiyimi bilan Rasulullohning huzuriga kirib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib nima dedilar? Ey qizim, albatta bu kiyim suyaklaringizni hajmini bildirib qo'yapti, dedilar. Suyaklaringizni hajmini bildirib qo'yapti. Nima demoqchilar bu gapi bilan? Nima demoqchilar? Mana shu so'zdan boshqa har qanday so'zni ishlating, badan, hajm, ko'hragi yoki bo'lmasa figura deb. Hammasida jinsiy maylni o'g'otadigan ma'no bor. Ko'ryapsizmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayosini? Bizda ham shunaqa bir farosat, fahm, shunaqa bir narsa bormi, yo'qmi? Mana Qur'onda aytayapti. Agar ayollarga yaqinlashsanglar, Rasululloh aytayaptilar, suyagingizni hajmini bildirib qo'yibdi. Suvak desa, kishini jinsiy mayli uyg'onmaydi. Suvak desa bu shahvatni uyg'otadigan so'z emas. Shuning uchun payg'ambarimiz nima dedilar? Ey qizim, inna hadihi thiyaba tasifu hajma idomiki. Bu kiyimiz suyaklaringizni hajmini ko'rsatib qo'yapti dedilar. Ana birodarlar, tilni mana shunday narsaga o'rgatish kerak, tarbiyalash kerak. Nutqda va ifodada farzandlarni odobga o'rgatish kerak. Hayo bilan gapirishga odatlanish kerak. Payg'ambarimiz aytdilar-ku, haqiqiy hayo boshni va undagi narsalarni saqlash dedilar. Kallangizga keladigan narsa, fikrlaydigan narsada ham hayo qilishlik kerak bo'ladi. Albatta Alloh hayolidir. Buni qanaqa tushunamiz? Alloh hayoli zot. Alloh hayoli va karim zot. Allohning hayosi qaysi ishda ko'rinadi? Agar banda
ikki qo'lini ko'tarib, "Ya Rob" deb hojatini so'rasa, qo'lini quruq qaytargani hayo qiladi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Banda qo'lini ko'tarib Allohga "Ya Rob" deb hojatini so'rasa, quruq qaytargani hayo qiladi dedi. Mana Alloh taoloning hayosi. Yana birodarlar, aytiladiki, hayo hayotdan, ya'ni tiriklikdan. Qalbida hayosi bor odam, demak tirik odam. Endi qalbida hayosi bo'lmagan odam o'lik odam. Hayo tirik qalb, behayolik o'lik qalb. Insonning qalbi qanchalar tirik bo'lsa, demak uni hayosi ham shunchalar komil bo'lib boradi. Imom Junaydning hayoga bergan ta'rifi. Aytadiki, bu ulug' inson. Fazilatlar bilan birga kamchiliklarni ham ko'rish hayo bo'ladi. Fazilatlar bilan kamchiliklarni ham birga ko'rishlik hayo bo'ladi. Masalan, bir odam sizga qimmat bir sovg'ani hadya qildi. Qabul qildingiz-ku, ammo evaziga bir narsani bera olmadingiz hadya qilib. Shunda nima bo'lasiz? Uyalasizmi? Mana shu hayo bo'ladi. Uni fazilatini ko'rdingiz, o'zingizni kamchiligingizni ko'rdingiz. Biroq sizni 3-4 marta mehmonga chaqirdi. Osh qilib berdi, choy qo'yib berdi, bir tushlik uyushtirib berdi. Lekin siz qaytara olmadingiz. Qaytarib beray desiz, imkoniyatingiz yo'q. Shunda noqulay ahvolga kirib qolasizmi? Hayo haqidagi nozik tafsir. Fazilatni kamchilik bilan birga ko'rish. Boshqalarning fazilatini ko'rasiz, o'zingizni kamchiligingizni ko'rasiz. Demak, bir odam sizga yaxshilik qildi, sizga fazilat ko'rsatdi, fazil ko'rsatdi. Siz javob qaytara olmadingiz. Agar javob qaytarsangiz, undan xijolat bo'lmas edingiz. U sizga 100 so'mlik narsani hadya qilsa, siz uni evaziga yana 100 so'mlik narsani qaytarib hadya qilsangiz, hisob-kitob tekkiz bo'ldi. Undan xijolat bo'lmaysiz. Ammo undan bir necha marta hadya olib, qaytara olmasangiz, uni ko'rganda xijolat olasiz. Endi qarab turing. Alloh taoloning fazli bandani ustida behisob. Banda Alloh unga bergan ne'matlarda birontasini Allohga qaytara olmaydi. To'g'rimi? Boyaga hadya berganda o'rniga bir narsa bersangiz qaytgan bo'ladi uni fazli. Ammo Alloh bergan fazilni birontasini qaytara olmaydimi? Bandani shu o'rinda qilish kerak bo'lgan ishi Allohdan hayo qilish. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi shu. Sizga birov yaxshilik qildi, fazilat ko'rsatdi, hadya qildi, qaytardingiz, undan xijolat bo'lmaysiz, hayo qilmaysiz. Ammo Alloh taoloning bergan fazli, marhamati, in'omi son sanoqsiz va ularni birontasini banda qaytara olmaydi. Shuning uchun bu ne'matlarning muqobilida bandani qilish kerak bo'lgan ishi Allohdan hayo qilish. Allohdan hayo qilish degani nima degani? Allohdan hayo qilish degani gunohlardan tiyilish degani. Uyalmaysanmi Allohdan? Shuncha ne'matni berib qo'ysa, namoz o'qimaysanmi? Shuncha in'omlarini behisob qilib ustingga to'kib qo'ygan, sochib qo'ygan bo'lsa, Allohga itoat qilmaysanmi? Allohdan uyalmaysanmi? Va kana fadlullohi alayka azima. Allohning sizga qilgan fazli marhamati ulug' bo'ldi. Qaytaramiz, inson har qancha urinmasin, Alloh bergan ne'matlardan birontasini Allohga qaytara olmaydi. Ha, endi kimdir aytishi mumkin. Va Ibrohim allazi vaffa degan Qur'onda Alloh ahdi vafodor bo'lgan Ibrohim, vafo qilgan Ibrohim deyapti Alloh. Vafo qilgan ekan u. Birodarlar, vafo qildi deganini biz Allohning bergan ne'matlarini shukrni ado qilib qo'ydi deb tushunmasligimiz kerak. Nima degani Ibrohim vafo qildi degani? Bu degani Alloh Ibrohim alayhisalomni sinadi, yelkasiga taklifotlarni zimmasiga yukladi. Bu ulug' payg'ambar zimmasidagi hamma narsani ado qildi. O'zini itoat qilaman degan ahdiga vafo qildi, buyruqlarni bajardi. Vafo qilgan Ibrohim deganda zimmasiga olgan mas'uliyatiga vafo qilgan Ibrohim deb tushunamiz. Lekin hargiz Alloh unga bergan ne'matlarga shukrni qoyim qilib qo'ydi. Alloh taoloning ihsonlariga
javob qaytarib qo'ydi degani emas. Banda qodir emas. Aql hushi joyida insofli, aql hushli, tarbiyali insonga boshqa bir inson hadiya qilsa, qaytarishga harakat qiladi. Agar qaytara olsa, tekkiz bo'ldi muomala, undan hayo qilmaydi. Agar qaytara olmasa, hayo qiladi, uni ko'rganda uyaladi. Endi Alloh taoloning bandasiga bo'lgan fazli marhamatini son sanog'i yo'q. Ulardan birontasini Alloh taologa qaytara olmaydi. Endi bu ne'matlarning muqobilida banda Allohdan hayo qilishligi kerak. Allohdan hayo qilish degani gunohlardan o'zini ehtiyot qilishlik degani. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.